Jigarrang tushni obzor qilamiz. Men hecham jigarrang tush surib ko'rmagan edim, to'g'risi menda birinchi marta. Mani qoshlarim bilan yarashadimi yo'qmi ham bilmayman. Hamma narsa birinchi marta bo'ladi. Hop. To'g'risi hali tushunmayapman. Chiroyli chiqyaptimi yo'qmi? Judayam tabiiy. Hozir makiyajimni tugatib kelib ko'rsataman. Mana shunaqa естественный chiqdi. Judayam tabiiy ko'rinar ekan jigarrang tush. Ayniqsa menimcha oq sariqdan kelgan, qosh ko'zlari svetli qiz bo'lsanglar, yana ham chiroyli turardi bu tush. Xullas, shunaqa obzor bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar, yarashdimi yo'qmi yoki qora tush chiroyliroqmidi?